Juda tuqqanman. Erim bilan yotganimda erim mendan qoniqmasligini, katta bo'lib qolganidan shikoyat qiladi. Ha, albatta. Haqiqatan ham oldimga kelgan ayollarni shunaqa narsalarni eshitaman. To'g'risini aytsam, ayollarga nisbatan erkaklarning bunaqa gaplar gapirishi ozgina meni ham hamiyatimga tegib ketadi. Lekin haqiqatan ham ayollardagi mana shu turmush tarzini og'irligi, ayollarda shu farzandlarni tuqqanligi yoki bo'lmasa nima deydi, psixoemotsional holatdan ham yoki bo'lmasa ayollarni o'zini tana tuzilishiga bog'liq holatda ham qin yo'llari kengayib ketadi. Ya'ni qin yo'llaridagi mushaklar zaiflashib qoladi. Bunaqa holatda ayollarda tez namlanish bo'ladi va buning natijasi xuddi qin kengayib ketganday aloqa paytida tuyuladi. Bu esa erkaklarda ayollardan qoniqmaslikka olib keladi. Bunday holatda ham men asosan hozirgi kunda xavfsiz va og'riqsiz bo'lgan lazer intim toraytirish muolajasini, ya'ni operatsiyasini ayollarimizga taklif qilib qolaman. Sababi lazer intim toraytirish muolajasini olish natijasida bir qavat epiteliy eski to'qimalarimiz nima deydi, bu muolaja natijasida yo'qoladi va uning o'rnida yangi kollagen to'qimalar paydo bo'lib, qin yo'llarimiz xuddi avvalgidek yosh paytimizdagidek qin yo'llari chiroyli bo'lib, pushti rangga kirib va qin yo'llari torayganday, yangilangandek nima deydi, o'z natijasini beradi. Bu esa jinsiy hayot paytida, aloqa paytida sizni eringiz bilan aloqani sifatini yaxshilashga yordam beradi. Shuning uchun ikkilanmasdan lazer muolajasini olishingizni taklif qilib qolaman.